Qani bismillahirrohmanirrohim. Allohning nomini sotib, Allohning nomi bilan sizni aldayotgan odam. Allohga soldim deb qo'yadi. Sen Allohga qarshi ketyapsan-ku o'zing. Allohga soldim desang odamlar qo'rqish kerak. Nima xalt yesang ergashish kerak. Ha? O'sha Alloh Qur'onda aytib qo'ygan "Vala yaghurrannakum billahil g'arur" degan. Allohning nomi bilan aldashadi. Seni aytgan senga o'xshaganlar. Allohning nomini aytib aldaydiganlar bo'ladi, aldanmanglar. Oshalloh, mashalloh, inshaalloh desa aldanib ketaveramizmi? Ha? Birov haqqini yeyapsan, shapillatib. Allohga soldim desang qo'rqib turib, ha yeyvering birov haqqi deydi kim? Endi ba'zilar aytadi, nimaga uni qamalmayapti, nimaga uni to'xtatilmayapti. Mana shu sodda oldiga borayotgan odamlar sababli. Ustidan shikoyat qilgan odam yo'q. O'zbekiston qonun davlati. Shikoyat qilmasa uni qamab bo'lmaydi. Shikoyat bo'lsa kimdir? Keyin qamaydi. Bu joyda o'sha tibbiyot akademiyalari, tibbiyot markazlari, tibbiyot ministrligi o'zi xalqni sog'lig'ini himoyasi uchun tashabbus qilish kerak. Tibbiyotni chegaraga solish kerak. Kim nima desa kirib olib, chiqib olib, og'izga kelgan gap bilan suf-kuf deb odamlarning pulini olavermaslik kerak.